23-iyun Eron armiyasi kechki soat 6-7 chamasi bilan Qatar hududida joylashgan Amerika Qo'shma Shtatlarining bazalariga hujum uyushtirdi. Bu hujum mid-range missiles, ya'ni o'rta masofadagi raketalar orqali amalga oshirildi. Ko'rib o'tishimiz mumkinki, bu urush amalga oshirilishidan bir necha soat oldin Qatarni osmonni havo airspace deydi, yopildi va Qatarga qo'shni bo'lgan arab davlatlari Bahrayn, Iroq va boshqa arab davlatlarining ham havo yo'llari yopildi. Bu hujumni Eron 22-iyun erta tongida Amerika Qo'shma Shtatlarini Eronni atomik stansiyalariga bo'lgan hujumiga javob tariqasida ko'rsatishdi. Hozirgi bo'lgan bu hujumdan nimani bilsak bo'ladiki, Al Jaziradagi report bergan Amerikaning ekspertlari bo'yicha bu hujum ziyon yetkazishdan ham ko'ra ko'proq o'sha Amerikaga javob qaytarish tariqasidagi bir simbolik harakat deb qaralmoqda. Chunki diplomatik kanallar orqali hujum bo'lishidan oldin Eronni diplomatlari boshqa davlatlarga, Qatarga va Qatar orqali Amerikaga mana shu hujum haqida oldindan signal berishgan. Endi buni bir tomondan qaraydigan bo'lsak, simbolik ravishda amalga oshirilgan hujum deb qaralmoqda. Chunki agar talofat yetkazmoqchi bo'ladigan bo'lsa, Eron buni oldindan e'lon qilmasdan yoki Amerikani asosan askarlari turgan, harbiy texnologiyalar turgan bazalariga xabar bermasdan hujumga o'tardi deb qaralmoqda. Bu hujumdan kelib chiqqan maqsad hozircha ikkita qarash bor. Ularning birinchisi, Eron javob qaytarish kerak edi, simbolik javob qaytarish kerak edi. Talofat emas, balki simbolik ravishda javob qaytardi va buni oldindan signalini berdi. Ikkinchisi esa bu hujumdan endi maqsad katta talofat yetkazmagani yoki yetkazishga urinmagani sababi Eron o'sha sulh tuzishga rozi, ya'ni ceasefire, Amerika va Isroil o'rtasidagi ceasefire'ga rozi. Bu urushni keyingi pog'onaga, ya'ni escalation dominance pog'onasiga chiqarishni xohlamaganidan darak beradi deb aytib o'tishdi ekspertlar. Yana bir necha soatlar bilan bilib olamiz qanchalik bunga Pentagon va Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trampni javobini va bu hujumga uchragan Qatar va Qatarni atrofida bo'lgan qo'shni arablarini fikrlarini bilib o'tamiz. Hozircha xulosa qilib aytadigan bo'lsak, AQShni Eronni atomik stansiyalariga hujumiga ravishda Eron Qatarda joylashgan Amerikani bazalariga hujum qildi va bir necha soatlardan keyin Amerika qanaqa qarorga qabul qiladi va qanaqa javob qaytarishini kutamiz va keyingi videolarda bu haqida gaplashib o'tamiz.